Assalomu alaykum do'stlar. Qish keldi, polis hali ham muzdek bo'ladigan bo'lsa, siz hali elektr siqpol o'rnatmagansiz. Bu videoda elektr siqpollar yaqindan ko'rsataman. Bu kabelli siqpollar har bitta xonadon uchun nimaga kerakligini bilib olasiz. Okalar, bu siqpollarimiz maqtaydigan tomoni xavfsiz, elektr tejamkor va o'rnatish vobshe oson. 7 yoshli bolaga bitta tushuntirib qo'ysangiz, bemalol uстановка qilib tasha oladi. 2 kvadratdan boshlanadi. Har bitta mijoz uchun har xil variantlarimiz bor. Xullas, okalar, xohlang местный, xohlang Koreya, xohlang kanadskiy, Xitoy variantlari ham bor. Assortiment vobshe katta, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Buni sifatiga 20 yil zavod garantiya beradi. Biz do'kon tomonidan 1 yil garantiya beramiz. 3 talik bo'ladi. Bittasi pitaniy, bittasi zazimlaydi. Xohlasangiz okalar, yarim tayyor variantlarimiz bor. Bu bilan buni farqi nimada deydigan bo'lsangiz, buni kabeli yuqoriroq, sal qattiqroq bo'ladi. I setkani o'zida qo'yib yuborasiz. Bunga kranshdan olishingiz kerak bo'ladi. Ikkalasini ham boshqaruvi mana shu datchiklarda bo'ladi. Sizlarga har xil bo'ladi. Xohlang Wi-Fi li, xohlang sensorli, xohlang oddiy jaydar variantingiz, mana variantlar bor. Xohlang ruchnoy variantlar bor, bez ekranli bo'ladi. Amerikada turib ham O'zbekistondagi uyingizni polini boshqarsangiz bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda siz bilan ko'rishguncha xayr. Obuna bo'lib, like bosish sizdan chiqmasin.